Shu paytgacha 500 dan ortiq kitob o'qiganman. Men tavsiya qiladigan 5 ta rus adabiyoti. Barchamiz bilgan Master va Margarita, ya'ni Usta va Margarita bu shoh asar. Buni o'qishingiz shart. Ikkinchisi bu Ivan Turgenovning Otalar va bolalari, Bazarov, jamiyatda chirigan har xil unsurlari, nigilizm barcha. Keyingisi bu Aleksandr Pushkinning Yevgeniy Onegini. Shunchaki bundagi har bitta satrlar o'ta go'zal. Men Mirza Kenjabek tarjimasini hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Tatyananing xatlari, Oneginning xatlarini juda ko'pchilik yodlagan va yoddan bu Lev Tolstoyda Tirilish asari. Tirilish bu shunchaki asar emas, u balki bir insonni qalbini, ichini, yuragini qayta tirilish haqida. Eng oxirgisi men sevgan Fyodor Dostoyevskiyning Telba asari. Mishkin jamiyatdagi yolg'izlik, telbalik bu aslida telbalik emas, balki umuman boshqa nuqtai nazardan yozilgani, mana shunchaki o'qib chiqishingiz shart. Shu 5 tasidan qaysi birini o'qigansiz? Siz rus adabiyotidan qaysilarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Qaysilarini sevib o'qigansiz? Izohlarda yozib qoldiring.